1965 yılı 6 ayının 14 günü bir ömür vatani üçün tipirliğen bir otluq yürek soğuştan toxtaydı. 64 yıllık qısqığını hayatıga 1930 yıllardaki Xotan inqilabının yol başçılığını, Şarqi Türkistan tarixidan ibaret büyük bir abide eserinin muallifligini, Xitoy bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarni, shundaqla muajiratdagi Sharqi Turkiston davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizə büyük inqilabçı Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Muhammad Emin Bug'ro Sharqi Turkiston tarixi nomli obida asarida yozgandek 20-asrning tong nuri boshqa millatlarni uyg'otgan, taraqqiyotga va ilm-fanga boshlagan bir mezgillarda Sharqi Turkiston xalqi g'aflat uyqusiga cho'mib, to'limi bexudlashib ketgan edi. Yana kelib Sharqi Turkistonda haqiqiy vatanparvarlik ro'yiga ega zotlar barmoq bilan sanog'idek oz edi. Tong yorishdan burunqi kecha qorong'ulig'iga o'xshaydigan mana shu zulmatlik davrda zimmasiga buyuk burchlar yuklangan shaxs Muhammad Emin Bug'ro dunyoga keladi. Muhammad Emin Bug'ro haqidagi manbalarning ko'pinchisida uning 1901 yili Xotan shahar ichidagi Xalifalik Hoyla mahallasida tug'ilganligi qayd qilindi. Ammo uning 1906 yilda tug'ilganligini va yoki boshqa yilnomalarni ko'rsatgan kishilar mavjud. İstanbul'daki Taylimakan Uyg'ur nashriyotining boshlig'i Abdujalil Turan apandi garchi Muhammad Emin Bug'roning tug'ilgan yili haqida turli yilnomalar tilga ilinsimi, ammo 1901 yili degan bu yilnomaning eng ishonchlik ekanligini, buni ko'pincha manbalarning tasdiqlaydiganligini ta'kidlaydi. Aynı zamanda Xotan'da Muhammad Emin Hazreti, Muhammad Emin Damallah deb atalgan keyingi kunlarda Muhammad Emin Bug'ro degan ism bilan mashhur bo'lgan Muhammad Emin Hazreti Xotan'da 1901 yili tug'ilgan. 1906 yilda tug'ilgan deganlarninki bak amaliyotga uyg'un kelmaydi. Chunki Muhammad Emin Bug'ro o'zininki siyosiy hayotim degan xotirasida 1913 yili Turkiyadan kelgan bir muallimdan dars olgan deydi. Muhammad Emin Bug'ro agar 1906 yili tug'ilsa, o chaqda 6-7 yosh bo'ladi. 6-7 yosh bolalar o chet ellik nimalardan dars ololmaydi. O'zining xotirasida Turkiyadan kelgan bir muallimdan xususiy dars olib, zamonaviy ma'rif va siyosiy tadqiq tarbiyasi tahsil qildi ham deb yozadi. Buning qaragan vaqtida 1901 yili, balki uningdan burun tug'ilgan bo'lishi mumkin. Ammo butun hozir tarixchilar 1901 yili tug'ilgan deb e'lotadi. Biz shuningga amal qilyapmiz hozir. Türkiye'deki pishqadam faoliyatchi, Sharqi Turkiston vaqtining sobiq bosh kotibi Hamidxon Göktürk apandining ilgari surishicha, ayni zamonda Amir Hazratim degan hurmat nom bilan tonilgan Muhammad Emin Bug'ro Xotan'da hurmatga sazovor bir oilada dunyoga kelgan ekan. Şarkı Türkistan Milli Mücadelesi'nin rehberlerinden Mehmet Emin Bug'ro, yani Emir Hazretim, Şarkı Türkistan'ın Xotan şehrinde doğuldu. Dadısının eti Pir Abidin Hacim. Anısının ismi bolsa Sakine Banu Hanım'dı. Sakine Banu Hanım'ın dadısı Abdurrahman Paşa ismi bilen işgalçilerini Xotan'dan çıkarıp bu Xotan rayonunu azatlıkka çıkarıp bir vakitlik Xotan emirliki kurgan Abdurrahman Paşa Han'ın ikinci evlat nebirisi hesaplandı. Hem dadısı Pir Abidin Hacim hem Xotan'ın ilgiri kelgen bir ölema bir ailesinden bir kişiydi. Şvetsiyadagi Uyg'ur ziyolilaridan shoir Abdushukur Muhammad apandimi Muhammad Emin Bug'roning nasabi va oila shajarisi haqida Muhammad Emin Bug'roning asarlarida va jiyani Yaqub Bug'roning xotiralari nomli aslamasida bir qism ma'lumotlarning uchraydiganligini, ota va ona tarafdan Xotan tarixida o'tgan mashhur jamoatlarga tutishadiganligini ilgari surdi. Muhammad Emin Bug'ro tariximizdagi cho'ng jamoatdan kelgan
Özünün cemiyeti, yani Muhammed Emin Buğra'nın cemiyeti hakkında özünün Şarkı Türkistan tarihi degan kitabida hem onundan keyin bir cemiyetin bo'lgan doktor Yunus Buğra'nın Hatırladım degan kitaplarida bir qism uçurlarni hem nasab xaritalarini qoldirgan. Şu nasab xaritlalari va o'zining qoldirgan uçurlarga asosan aytgan vaqtida Muhammed Emin Buğra'nın nasabi Yunusxon davridagi Xo'ja Abdullah Ahroyi degan bir buyuk shaxsga tutishidir. Bu odam ayni chog'da dinda kamal etgan din peshvosi bo'lib o'zining Sharq Turkiston tarixida ma'lumot bergan. Hamda onasi Sakina xonim bo'lsa 1860-yillarda Manju imperiyasiga qarshi qo'zg'algan Xotan qo'zg'olonining doisi Habibullah Hoji podshoh tutishidir. Biz bu cemiyetning tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu cemiyetdan tarixda nihoyat ko'p mashhur shaxslar, o'limalar chiqqanligini, ham vatan uchun o'zlarining jinini pido qilgan qahramonlarning chiqqanligini ko'rib olamiz. Demak, Muhammed Emin Buğra'ning nasabini o'zilam vatan millat uchun xizmat qiladigan bir qon bor nasab desak ortiq ketmaydi. Abdullah Oğuz Efendi Muhammed Emin Buğra'nın jiyani merhum doktor Yakup Buğra'nın nevrisidir. U hozir İstanbul Üniversitesi Türkiye İnstitutida Muhammed Emin Buğra ve onun eserleri bo'yicha doktorluk tadqiqoti elib bormoqda. U Muhammed Emin Buğra'nın ana cemiyeti tarafdan 1860-yillardagi Xotan inqilobining doisi Habibullah Xon Pashaga tutishilganligi haqida manbalarning mavjudligini, buni ko'plagan urug' tuqqanlarning tasdiqlaydiganligini bildirdi. Ben hem özümüzün ailesi buluşu cihetten Mehmet Emin Buğra hastimning nesebi hakkında Habibullah Xon Padişahgacha bo'lgan nasabni o'zimni tadqiq qilib chiqib nima qildim. Hem Hacim dadamning xotirasini Türkiye Türkis'e örüşte qildik bu ishni, hem de hastimning hayotini ve Sharq Turkiston tarixini Türkiye Türkis'e tercüme qilishda biraz tadqiq qildik. Birinchidan hem hastim hem bizning aile Metni Zacimning evlatları hem bu Xotan'da meşhur Hakim Şahunumning balları bo'lgan hastimning anası Sakina Banu hem bizning cho'ng dadimiz Metni Zacim hem de Xotan'da meşhur Tababat Üniversitesi'nde baş muallim bo'lgan yaqin zamanda qasd qilinib shahid qilingan Ablamet Yusuf akamizning bu shu nasab ilgili tadqiqotlarining borligini anladik. Abdullah Oğuz Efendi Muhammed Emin Buğra'nın 15. əsrdəki məşhur tariqat ərbabi Əbeydullah Əhrariga bağlandığanlığı haqqında rivayətlərinin mövcudluğunu, amma bunu dəlilləyidigan bir nəsəbnamə yoki şəcərinin hazırca qolda yoxluğunu, özünün bu haqda uzundan buyan izləniyotqanlığını təkidləb ötdü. Ubeydullah Ahrari deb ötüdü bizning ailemizning kayıtlarida. Ama asasen Ubeydullah Ahrar ismi bilen meşhur bu Türkistanlık meşhur tarikat erbabı şeyhi Ubeydullah Ahrar'a nesebinin bağlanğanlığı tegişlik. Hazır kolumuzda bir belge paket bir şey yok. Ama Hacim dadam hatıraları da muşu nesebinin Ekim Şahunundan ta Ubeydullah Ahrar'gacha bo'lgan nesebinin şu Ablamet Hacim Yusuf akımızın koluda bağlanlığı tegishlik bir nima var. Hazır tabi bu nesebning qog'ozning nada bo'lganligini o'qish, bilish, yurtimizda bo'layotgan irqin qirg'inchilik tufayli tadqiqotini qilish, u tuqqanlarimizdan gaplashishma mumkin bo'lmaganligidan uni bir paketga dalilga belgilashimiz nima bo'lmadi, imkoniyatimiz bo'lmadi. Şu anda bir nima yo'q desakmi, shunday bir rivoyat bor endi. Abdücelil Turan Efendi Muhammed Emin Buğra'nın ana cemiyeti tarafdan 1860-yillardagi Xotan qo'zg'olonining rahbari Habibullah Xon Pashaga tutishilganligi aniq bo'lsa-mu, ammo uni 1490-yili olamdan o'tgan tariqat ustozi Xo'ja Abaydullah Ahroriga bog'lashga hujjatlik manbalarning yetarsizligini qayd qiladi. U o'zining bu qarashga qo'shilmaydiganligini, hozircha buni tasdiqlaydigan hujjatlik dalillarning yo'qligini ilgari surdi. Muhammed Emin Hazretim Xotan'da obro'yliq, hurmatga sazovor diniy bir oiladan kelib chiqqan kishi bo'lib, dadasi xalq tilida Pirovud Najim deydi ekan, asli Fariduddin Najim bo'lishi kerak. Dadasi Pirovud Najim uning dadasini Hakim Shoh Oxun debdi. Uningdan keyin 1866-yili Yoqub bek tarafidan aldab o'ldirilgan Habibullah Xon Hojiga, ya'ni Hoji podshoh deb qo'yamiz, bu Habibullah Hojim deyildi. Bu kishiga bog'lab, uningdan keyingisini oliqda hech qanday nima yo'q. 1990-yil
Türkiston'dan ötken Hoca Abeydulla Ahrar'ı bağlattı. Ben bununla bek nima qilmayman. Bunu ben tasdiqlayolmayman. Ama miyadi yeni bir Abdullah Oğuz degan bizning bir doktora o'qiyotgan bir do'stimiz Muhammad Mughra va Sharq Turkiston tarixida bir 100 betlik bir kitob yozib ekan. Shuningda bir shajara beribdi. Uni uningga bog'labdi. Uningga men bek qo'shilmayman. Qo'shilmaslikning sababi shu. Jiq odamlar, xususan bu tasavvuf ahli hammasini ya payg'ambarga ya shunday ulug' dangdar o'tgan Ahmad Yasaviydek, Hoca Abeydulla Ahrardek odamlarga bog'laydigan bir odatlar bor. Hozir bu o'zini Said avlod deb payg'ambar avlod deb yuradigan. Bu shunday bir nima bo'lishi kerak. Muhammed bin Buğra'nınki danlıq ölüm ekan, ama Muhammed bin Buğra Hazretleri kichik vaqtida qaza qilib ketgan ana tarafdan esil nasab kishilar ekan. Muhammed bin Buğra'nınki biz biladigan nasabi, hozircha bilalaydigan nasabi shu. Xatarlik radio anglag'uchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi buyuk inqilobchi, siyosiyon, tarixchi Sharqi Turkiston davosining yo'l boshchilaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Buğra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining birinchi qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.